Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun 20-iyun 2025-yil. Hozir bitta ma'lumot. Biz mana migratsion centrdamiz. Yakarni 7da. 30-iyundan chet el fuqarolari Rossiya territoriyasiga kirish uchun QR kod ishlatish kerak. Xabaringizda. Shu QR kod 23-iyundan chiqar ekan приложениесі. Bu приложение bir chiqqan edi. Men aytdim, ko'rsatdim, yozdim, keyin bu приложение yo'q bo'lib qoldi. Play Marketda ham, boshqa yerda ham topa olmadik. Bekar ovora bo'ldi, hamma istadim, o'zim ham istab topa olmadik. Hozir bugun ma'lumot keldi, inshaalloh 23dan shu приложение chiqar ekan. 23-iyundan, ya'ni 3 kundan keyin. Xudo xolasa chiqib qolsa men skachat qilib, ko'rsatib, qanday ishlashini ko'rsatishga harakat qilaman. Shu so'rayotganlar, qiziqayotganlarga aytib tushuntirib qo'yinglar. 3 kundan keyin xudo xolasa ishga tushadi bu narsa. Приложение chiqadi, Play Marketdan skachat qilib, bo'lsa bo'ladi. Mana odamlar kelyapti. Rossiyaga keladiganlar 30-iyundan shu приложениeni skachat qilib, daniylarni kirgizib, QR kod olib turib, keyin kirish kerak bo'ladi. E'tibor bo'linglar. Xabarlarni qarab turinglar, ma'lumot bo'lishini aytaman. Assalomu alaykum hammaga.